Dalasida tanga va olmoslarni ko'paytirish degan video olyapman. Bu mening kanalda birinchi videoyim. Qo'llab-quvvatlaysizlar, bundan ham zo'r videolar olamiz. Xo'sh, bugun men dalasida tanga va olmoslarni ko'paytirish degan video olmoqchiman. Mana menda ko'ryapsizlar, 7442 ta tanga bor va 835 ta olmos. Sizlar ba'zilar o'ylaydi, buni mod qo'shgansiz deydi. Yo'q, lekin men mod qo'shmaganman. Hozir men sizga shuni o'rgataman. Agar siz mana shu yerda Division 2 mana shunday stadioningizni kuchaytirsanglar, sizlarda mana 25 ta bonus tanga bo'ladi. Har bitta o'yinda yutsanglar, o'sha 25 ta tanga yo'q, eng kamida 25 ta tanga olasizlar. Yani boshqa bonuslarni ham olsanglar yoki video ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Yana olmos kuchaytirish yo'li mana bu Dream League Live o'yinini o'ynash. Hozir mana bu o'yinni hozir ko'rsam. Mana shuni o'ynasanglar, olmosinglar ko'payadi. Yana bu o'yinni ko'p o'ynasanglar, mana yerda kichkina joyi ham bor. Mana 33 ta olmos deb ko'rsatyapti. U mana yerda 20 ta ochko olsangiz, mana o'sha 20 ta ochkoga har bitta yutganingizga 3 ochkodan beradi. Mana yerdan sizni reytingingiz oshib boradi. Agar mana pastga qarab ketgan reyting mana shunday tepaga qarab ketsa, siz 33 ta olmosni olasiz. Agar yutqazsangiz, u olmos bermaydi. Chunki mana masalan 13 ochko olsangiz 20 olmos. Yani 17 ochko yig'sangiz 26 ta olmos. Har bitta mana shuni yutganingizda nima desam bo'ladi? Masalan, buni olib shu yutib oldingiz. 10 marta o'ynadingiz. Sizda 33 ta olmos deb ko'rsatsa, keyingi o'yinda yutib olgan bo'lsangiz, keyingi o'yinda mana shuni 34 ta olmos deb ko'rsatadi. Buni men yaqinda o'rgatmoqchi edim, lekin YouTube kanalim endi ochdim. Shuning uchun menga yordam beringlar. Men mana shu kanalni yig'moqchiman-da. Keyin tangaga kelsak, tangada mana shu o'yinlarni o'ynasangiz, tangangiz ko'payadi. Ham bonusini olsangiz, reklama ko'rib olsangiz, tangangiz ko'payadi. Bolalar, sizlarga savol bor. Mana shu akkauntni nima qilsam bo'ladi? Sotaymi yoki kuchaytiraymi? Shuni aytinglar menga. Men shu ishni qilaman. Yoki o'yinchi sotib olaymi, yoki sanofni sotib olaymi? Mana shu tangani baribir nima qilaman? O'yinchi kuchaytirishga ishlataman. Yana men bola yaqinda mana shu klassik playerni ochaman. Mana shu 4 ta odamdan, 4 ta futbolistdan bittasi chiqib olishi mumkin. Shu o'yinchilarni olganimdan keyin ham video chiqaraman, shorts video. Meni kuzatib boringlar. Va mana boya mana yerda reklama bor edi, hozir ko'rsataman. Voy, bola bosilib ketdi. Mana shu joyda reklama. Mana bola tugadi. Mana meni olmosim endi. Tak. Mana meni tangam 7472 ta. Sizlar ham mana shu akkauntni kuchaytirishinglar mumkin. Agar sizlar yana video chiqarishimni xohlasanglar, pastda plus qoldiringlar. Yana men dalasida yana live hacklarni o'rganaman. Hammaga xayr.